Едем далее. Keyingi savol shu joyda. И я знал, я был уверен, что я выиграю бой. И я хотел показать своей дочке, что папа не просто так говорит. Папа работает для этого. И папа добивается. И я хочу, чтобы она тоже это понимала в этой жизни, чтобы что-то добиться, надо что-то делать очень сильно, и ты получишь то, что ты хочешь. Я хочу это показать. Все. Bugungi Gorilla konferensiyaga kelganingizni sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Xudo xohlasa, keyingi bo'ylar taxminan qachon bo'ladi? И kim bilan? Да, всегда рад здесь быть. В Ташкенте всегда тепло, поддержка огромная в Узбекистане, обожаю, да. Следующий бой, скорее всего, будет конец марта, начало апреля. Пока не могу открывать подробности, но соперник вроде есть. Так что, думаю, скоро будут анонсы. Top 10'da turadigan boyetsmi или sizdan pastmi reytingda? Нет, только из десятки. Мне сейчас интересны бойцы только из топ-10, потому что надо подниматься вверх, нужны бои, которые поднимают нас вверх. Примерно data qachon aniq bo'ladi bo'yi data? Конец марта, начало апреля, где-то вот в этих числах. Уже kontrakt keldi sizga? Нет, контракт еще не подписан, но как только подпишем контракт, сразу будут анонсы. Соперник top 5dan bo'lsa bo'ladimi? Top 5mi? Я думаю, да. Aka, o'zingiz kim bilan jang qilish xohlagan bo'lardingiz? UFC tarixida umuman olganda istoriyasi. Да, за пояс подраться. Там нету определенного имени, да. Пусть будет, если это чемпионский Алекс будет, значит с Алексом будем драться. Если кто-то будет другой чемпион в это время, значит будем с ним драться. Чемпионский пояс интересен, а имена это просто имена. Aka, вам желаю удачи. За поддержку Рамзы. Спасибо. YouTube канал MMA Азия подписчиклari uchun. Моя Азия всегда газ полный. Особенно Черчаку большой привет. Gaz, только gaz. Sizlar bilan UFC jangchisi Bagdan Guskov, xudo xolasa tez orada Bagdan Guskovni top 5da va undan keyin chempionlik kamarida ko'rib qolish nasib qilsin. Aka, kattakon rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum, Akbar aka. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. O'zbekistonga yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum, yana bir bor sizni ham ko'rib turganman, xursandman aka. Achidan beri gaplashamiz, lekin hali ko'rishmadik. Birinchisi, hamma yaxshi. Akbar aka, biz bilamizki, siz oxirgi jangingizda atmen bo'ldi, jang bekor bo'ldi. Bunga sababi sizda sog'lig'ingizda ozgina muammolar bo'ldi. Saperningizga boshqa raqib berildi, adashmasam. Yo'q, Berilmadi. yo'q. Sapernikimga raqib berishmadi, chunki men asosiy Glavni bo'ydim, Glavnidan keyingisi. Ular kutganda menga o'sha ishonib turniir tashkil qilinadi, to'g'rirog'ini aytganda. Ular o'ylamagandi, что men sinyatsiya bo'lib ketaman bo'ydan. Yo'q, o'shaning uchun qolib berisha olmadi, qisqa vaqt bo'lgani uchun. Shunda hozir aka, sizda kontrakt bo'yicha nechta bo'yingiz qolgan? Aynan shu ligada. Yo'q, UEFA Rusda men kontrakt bo'yicha bo'yim yo'q. Kontragtim yo'q. LFA bilan bor. LFA 27-fevral kunga bo'y berishdi. Ramazon tufayli bo'yi отказ qildik, chunki Ramazonda urushmaymiz. Ramazondan keyin xudo olsa. LFA'da hozir nechta bo'yingiz bor shunda kontrakt bo'yicha? Kontrakt bo'yicha 3 ta bo'y qoldi. Xudo xolasa, ya'ni 1 yil, 2 yildan so'ng siz ham xudo xolasa UFC'ni ko'rib qolish nasib qoladi, xudo xolasa. Inshaalloh, endi bir nima deya olmaymiz. 1 yil, 2 yil uzoq vaqt. Xudo xolasa tezroq. Chunki ular o'zlari aytishgan, что senga bitta bo'y kerak deb. Aka, xudo xolasa keyingi jangingizni sizni qachon ko'rsak bo'ladi? Tezroq. O'zim ham shoshilyapman. Va shu Ramazondan keyin xudo xolasa. Mart oylariga xudo xolasa qaytib qolasiz. Inshaalloh. Duo qilib turinglar, qo'llab-quvvatlayman. Aka, MMA Aziya YouTube kanali uchun obunachilarga gapingiz bo'lsa agar. MMA Aziya YouTube kanali Suroch akani o'zlariniki. Kiringlar, qo'llab-quvvatlaylar, bizga o'xshagan jangchilarni hammasi yaxshi bo'ladi inshaalloh. Xudo xolasa Akbarjon akaga kattakon rahmat aytamiz. Biz bilan savollarga rozi bo'lganlariga, ko'rganimizdan xursand bo'ldik.
Xudo xolasa keyingi bo'ylarda omad tilab qolamiz. Jangingizdan so'ng g'alabalardan keyin ko'rishib, yana intervyular qilish nasib etsin. Inshaalloh. Rahmat sizlarga ham omad. Xudo xolasa bu kanal dunyo taniydigan kanal bo'lsin. Xudo xolasa. Rivoj ishlaring. Aka, rahmat. Ulug'bek aka, siz hozir Gorilla Camp'dagi boyetslar bilan tanishganingiz haqida, qanday tanishgansiz, qanday tanish bo'lganingiz haqida aytib bera olasizmi? Qaysi biri bilan? Aynan Bagdan Guskov bilan. Bagdan bilan menga Maha maslahat beruvdi. Mahmud Murodov aytdi, "Mana shunaqa bayezi bor. Bitta ko'rgan" deb. O'sha Maha bilan tanishtirgan. Mahmud Murodov tanishtirgan. Birgalikda tanishganimizdan keyin как раз bu narsa adashmasam birinchi поражениyadan keyin bo'ladi tanishganimizda. Birinchi поражениyadan keyin tanishuvdik и поражениyadan keyin biz nabarot nima bilasizlarmi, nabarot mana shu bolalar поражениyadan keyin нуждаться qilishadi-da, anaqada, поддержкада. O'sha поддержка как раз o'sha payt bo'lgan Gorilladan. Bizning shiorimiz ham o'zi shunaqa ko'tarilayotgan bayeslarni yoki, например, yiqilib kimdir поддержка qilmagan paytida biz yonida turib beramizda. Shunaqa. Bagdan Guskovni misol uchun ko'pchilik baribir ham ichki dunyosini bilmaydi, yaxshi muloqotda bo'lmaydi, kamdan kam odamlar. Hamma faqat ekran orqali ko'radi. Odamiylik sifatida, muomalasi, shu tomonlama Bagdan Guskov qanaqa baholaysiz? Juda ham aqlli bola. Слишком умный bola-da. Hamma, например, любой tema bo'yicha gaplashadigan bo'lsangiz, любой tema bilan gaplasha olasizda boyasizlar. IQsi juda ham baland-da. E'tibor qilgan bo'lsanglar, bo'ylariga, mana shu anaqalariga o'tdi. Hozirgi paytda уже boshi ishlatib turish kerak-da. Uni anaqasini bo'yi shunaqada, taktikasi, hayotda ham xuddi shunaqada. Juda ham umniy, juda ham umniy, aqlli. Tем более hozir endi, конечно, anaqasi bolali bo'ldi. Endi bilmayman, ommaga ko'rsatmaydi, bolali bo'ldi. Uyquga to'ymayapti. Ya'ni mana shu anaqasi bor, lekin uyquga to'ymayapti. Rosa bo'tdi, mana kecha kutib olgan bo'lsa, kecha juda ham charchab kelgan, потому что ham trenirovka qilyapti, hozir bo'y kutyapti, o'shanga tayyorgarlik qilyapti. Kecha просто kelib shunda uxladi, ertalab soat 10dami, 10:30dami turg'izdim. Rosa dam oldim. Bagdan bilan biz Yangiobod turbazada bo'lganimizda esimda bor. Bolasi kichkinada, hali 6 oylikmi, 5 oylikmida shunaqa edi, slishkim kichkina. Qusib o'rgan edi. O'shanda ayoli bilan oyisi o'tirdi, shunaqangi hayajonlashuvdi. Men birinchi marta Bagdanni nima qilishni bilmasligini ko'rdim-da. Birinchi marta bolasi prosta qusib berdi. O'shandan rosa anaqa ko'zlari ochilib ketib, nima qilishimiz kerak. Ayoli ham xuddi shunaqa, o'zi ham xuddi shunaqa. Mana shunaqa bizda anaqa bo'ladi. Hozirda Miravzal aka nafaqat jangchi, ya'ni menejer ham bo'ldilar, aytmasam. Siz menejerlik faoliyatlariga qanaqa qaraysiz? Miravzal akam qo'ldan keladi deb o'ylaysizmi? Da. U har bitta bayetsa o'qoliydi, budishisi bormi, yo'qmi? Miravzal aka bilan ham qanaqadir qiziqarli voqealar bo'lganmi birga bo'lganinglarda? Mirko bilan mana Dubai Mallda bir-birimizni topolmaganimiz esimda bor. Mana shu narsa esimda bor. Dubai Mallda rosa qidiruvdim, menda to internet yoqiladi, yoqilmaydi, mana shunaqa bir-birimizni topolmagan. Aldaganman, prosta aldaganman uni, to'shta men kiyim tanlashga kirib ketganman-da, kiyim yoqqan menga. O'tda juda ham sale, chegirma rosa bo'ladi-yu. O'tga borganimda hozir topaman-da, keyin rostdan ham adashib ketganman, topolmaganman uni. Keyin oxirisi topganmiz. Keyin men topib o'sha magazinni chiqazib yurayman, mashinani arendaga olganman, anaqa ketishimiz kerak. Lekin bitta anaqasi bor. Rosa kulgili bo'lgan, u mashina haydash yaqinda o'rgandi. To'g'ri. Shunaqangi qo'rqib haydaydi. Например, ana yurayotganingizda yonimda o'tirsa, поворотник yoqmasangiz bilasizmi, urishib beradi. Mana shunaqa qilig'i bor. Потому что juda ham ответственный-da, aytaman, ответственный bola, anaqasiga mashina haydayotganda ham xuddi shunaqada. Masalaga aytaman, Mirko bilan bir marta nimasi bo'ldi? Boris, esla olasizmi, anaqa mashinani kelib
qayergadir ham borganimizda qo'rqqanidan mashinani tashlab ketgan. Mashinani tashlab торговый sentrga mashinani tashlab ketganda, keyin taksida ketgan. Keyin kechqurun uyg'onib, to есть kechqurun уже mashinalar yo'q bo'lganda kelib o'sha mashinani olib ketishga kelgan. Mashina kamroq bo'lgan. O'rtoqlar, mana hozir bizga keldik. Xudo xolasa, qolgan vlogimiz davomini ichkarida olamiz. Savolim shunga yarasha. Eng yaxshi ko'rgan ovqatingiz qaysi ovqat? Plov. Nima uchun aynan plov? Plov. Nima uchun aynan aka? Plov. O'zbekman aka, o'zbekman, o'shaning uchun. Bo'ldi. Bahrom aka narsa so'raymiz kengiz. Bahrom aka, eng yaxshi ko'rgan ovqatingiz qaysi? Osh aka. Osh. Juda sog'inganman oshni. O'zingiz eng ko'p qancha osh yegansiz? Esimda yo'q, lekin yeganman bir. Dubayda ham mana shu O'zbekiston oshi, mana shunaqa ta'mli oshlar bormi? Dubayda osh bor, o'zbek osh bor, lekin Dubayda oshi o'zbek osh bo'lsa ham baribir bunaqa osh bo'la olmaydi. Yo'q Dubayda, короче. Faqat O'zbekiston. Hojiakbar aka, assalomu alaykum. Aka, o'tiring. Eng yaxshi ko'rgan ovqatingiz aka? Osh deyishim kerak по-любому. Oshimiz chunki sizga Nasionalniy kuchnya. Ravzal aka. Хотя man nutritsiolog o'zim ham. Ya, здоров, за здоровье. Osh. Eng yaxshi ko'rgan ovqatingiz? Osh. Oshdan tashqari. Oshdan tashqari shashlik. Yana bitta, 3 ta. 3 ta bo'lsin. Uchinchisi aslida unchalik emas. Bilmadim, uchinchisi yo'q, menda ikkita mana shu eng yoqtirganim. Halim yaxshi. Besh, ha? Qoma kelma ovqat tanlayapmiz. Vыбор katta emas. Osh. Qanaqa osh? Mana qarang, choyxona palov. Bo'yni tayyorman yeyish kerak. Achchiq yeysizmi, yeymizmi achchiq? Ya, achchiq yemayman. Achchiq ta'mda ko'payib. Короче, menga vыбор либо to'y, либо zig'ir. Bu tushunarli. Chikki bir-ikki palchik vikindiydan. Qaysini tanlaymiz? To'y osh yaxshiroq ko'rinmoqda. Xizmat akam kimga qanaqa aka? Qaysidan nomer 1? Achchiq osh nomer aka bitta. Achchiq qani? Qani, o't o'stirib aka. Choyxonami? Da, choyxona o'stirib. Choyxona Rostam Moshnin. Я это заказал, я уж дал. Shu zo'r. Можем же меняться, если что. Qani ko'raychi. Bitta choyxona, bitta liba zig'ir, liba to'y qilamiz. Может 2-3 kilogramm. Adam aka, assalomu alaykum. Aka nima ovqat yoqadi O'zbekiston ovqatlaridan top 3 ovqat. Menga aka birinchisi massa yoqadi. Massa ovqat. Ha, suyuq ovqat. Ikkinchisi osh. Uchinchisi Andijonda bo'yin go'shti bor. Ana. Shu bo'yin go'shti. Aka Andijonga borganimizda, siz bo'lganingizda borganimizda bizga bitta bo'yin go'shti mehmon qilasizmi? Momo yo'li bo'y payt borasizlar. Bo'yin go'shti to'yinglar yeysizlar. Bo'ldi aka. Hozir mana osh zakaz qilar ekan hamma. Siz ham osh zakaz qilasizmi? Qanaqa? Achchiq osh, to'y osh yoqadi. Bo'ldi. Hammasi bir xil, to'y osh aytdi. Aka, oshlarni hamma yo'q degansiz Dubayda, misol uchun. O'zbekiston bilan Dubay oshida farqi nima? Ta'midan? O'zbekistonda powerlar, kuchli powerlar, keyin bu yerda o'tinda bo'ladi, daqiq ovqat shirin bo'ladi. Nimaga qaysini ketamiz aka? Akbar aka sizga qaysi? Niva. Akbar aka Niva tanladi. Aka qaysini ketamiz? Kedik, tabu. Eng zo'ri. Bahrom aka siz qaysini tanladingiz aka bu yerda? Men aka o'sha velosiped tanlayman. Eng zo'ri. Akbar aka, nega aynan yengilgan nom Mangu bo'ldi? Jarozim mangu berdiga nima qilib mangu bo'ldi. Misol uchun yana bitta Men o'yladim, men bittasini o'yladim. Shu joydan gapingizni to'xtataman. Sizni familiyangizni o'zbekchasi Mangu bo'pti-da. Yo'q, mangu. Aloqangiz yo'q?
Misol uchun hozir Ichki ishlar vazirligiga MMA o'tgandan keyin o'sha milliy qadriyatlar tiklash nimasi boshlandi. Boburiylar ligasi ochildi. Bu Andijon vodiyga. Jasur akam Jaskurkovich yangi liga ochganda o'sha Mangu Berdiga moslab turib, Mangu qisqa balondan qilib qo'ydi. Mangu, lekin men umuman ma'lum qilmadim. PUBG'da nima bordi? Pulemyot PUBG'da borda bu. PUBG'da nima ham bor? Revolver ham bor. PUBG'da. Balki PUBG o'ynayotganlar. Men Zavoyevatilda 11 kada ushlagan nimaman? Farg'onalikman PUBG'da. 11 kada ushlaganman Zavikda. Tushungan odam tushunib oldi. Karagan bor ekan. PUBG'da Karagan bordi. Yaqinda nimani ham qo'shishdi. Garantiya ham qo'shdi, eng tepada turgan, bu ham PUBG'ga qo'shiladi. 4.3 versiyani обновлениясida qo'shiladi. Ana PUBG'chilar Zo'r informatsiya. PUBG'chilar uchun zo'r informatsiya bu. Я Урал обожаю вообще. Это мой любимый мотоцикл вообще. Крутой. В таком состоянии еще, знаете. Красавчик. Sun'iy chiqarishgan-ku, чтобы дальныйdan ortiqcha cho'chilib ketadi. По-любому rang chiqaradi, o'ldirmaydi lekin. Bular qancha qo'l bo'lish kerak buni Bo'lsa u yasama shiklida u bo'lish kerak. ma'nolar degan kinolarda bor-ku. Cowboy kinolar. Ha, o'sha. Ana bu yerda kiber yo'qliklar Telegramdan link yuboradi, kirsangiz pullaringiz yechib oladi deyapti. Qarang. Yechib oladi. Voy, buni kattaligini. Блин, нифига себе такой. 100 рублей. Xatamchi. Faqat Abdulmidagi Stalinni padorda beradi. Endi inshaalloh yana O'zbekistonning boyasi yurishida qolamiz. Inshaalloh. Hammaga rahmat. Har doim hamma kanallar ko'rib chiqaman. Hamma podдержка bizlar podдержка chiqib yo'q. Sizlarga rahmat katta. MMA Aziya kanalidagi MMA Aziya hammaga birinchidan salomni aytmoqchiman. Hammaga rahmat. Davom etinglar, podдержка qilishga ko'proq kommentariy vakllarni yozinglar. Biz ham aloqada bo'lib turamiz. Hammaga rahmat. faqatlarida bundan ham zo'r chiqarib Rahmat TKM number 1. Timur xudo xolasa Humo arenada bo'y qilgan payti kelib podдержка qilish bizga nasib bo'lsa Timurga ham umid qilib qolamiz. Karyerani boshlayapti, xudo xolasa professional umriy boyasi bo'lib ketishsin. Rahmat.